Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Qirg'izistondan o'tib So'xga keldik. Mana darvozamiz bo'yi 3.30, eniga 3.50. Darvozamiz o'rnadi. Avtomatika rostarni temirligidan o'rnatib berganmiz. Mana ichkaridan ko'rinish holati. Katta radio blogimiz, svet bo'lmaganda urushning holati. Ichkaridan ko'rinishi, yangi uchastka, bitmagan garaj. Shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, darvozamizni kvadrati $90 dan $140 gacha bo'ladi. 2 qavatli bo'ladi. Pena pokaklik orasi shumshoqqa yaxshi, issiq sovuqqa chidamli, kraskasi o'chmaydi, ko'chmaydi. Xudo xolasa hammasi sifati joyida bo'ladi. Mana ish jarayonimiz bitdi. Akamizga pultini topshiramiz. Alaykum assalom aka. Qutlug' bo'lsin. Qutlug' rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boradi akalarni bu yerda. Xudo xolasa mana sifatda eng yaxshi $140 o'rnatdik. Ikkalaga gap yo'q. Sizlarga omad tilayman.